Qurilish sohasida juda ko'p uchrashuvchi holatlardan biri yer uchastkasi qurilish ishlarini amalga oshirish uchun auksion orqali yoki hokim qarori asosida olingandan keyin davlat tomonidan yer uchastkasini olib qo'yish holatlari uchraydi. To'g'ri, bu holat juda ko'p uchramaydi, lekin ba'zi bir holatlarda shunaqangi holatlar bo'lib turadi. Endi bu to'g'rimi degan savol o'z o'rnida tug'iladi. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi 10-bandiga muvofiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar uchun 1 yil davomida, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun 2 yil davomida yer uchastkasi foydalanilmagan taqdirda yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar bekor qilinishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 38-moddasi va Oliy sud plenum qarorlari bo'yicha agarda yer uchastkasi belgilangan muddatda foydalanilmagan taqdirda vakolatli davlat organi tomonidan tekshiruvlar o'tkazilishi va mulkdori tomonidan ogohlantirilishi va mazkur ogohlantirish berilgandan keyin tuman shahar hokimliklariga taqdimnoma kiritilishi va mazkur taqdimnoma asosida tuman shahar hokimliklari 1 oy muddat davomida yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni bekor qilish va yer uchastkasini qaytarish to'g'risida tumanlararo sudlarga da'vo tartibida murojaat qilish mumkinligi belgilangan. Endi o'z navbatida savol tug'iladi. Qurilish ishlarini amalga oshiruvchi mulkdor tomonidan yer uchastkasi auksion orqali yoki hokim qarori asosida olinayotgan vaqtda ularga ba'zi bir majburiyatlar belgilanadi. Mazkur majburiyatlar orasida qurilish ishlarini 2 yil muddat ichida tugallash va foydalanishga topshirish majburiyatlari ham kiritib o'tiladi va o'z navbatida mazkur majburiyat bajarilmagandan so'ng qurilish ishlari o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi, yer uchastkasidan belgilangan muddatlar foydalanilmaganligi sababli huquqlar bekor qilinishi va yer uchastkasi qaytarib olish to'g'risida sudga da'vo bilan murojaat qilish huquqi mavjud bo'ladi. Endi bu holatda yutib chiqish ehtimoli mumkinmi degan savollar tug'iladi. Endi bu holatda quruvchi, ya'ni mulkdor tomonidan majburiyatlar o'z navbatida bajarilmaganligi, ya'ni qurilishlar belgilangan muddatda topshirilmaganligi sababli yer uchastkasini qaytarish yoki boshqa holatlar imkoniyati mavjud bo'lmaydi va tuman shahar hokimliklarining yer uchastkasida bo'lgan huquqlarni bekor qilish va olib qo'yish to'g'risidagi da'volari qonuniy hisoblanadi. Agarda sizga ham mazkur holatlar bo'yicha hujjatlarni huquqiy ekspertiza qilish, shartnomalarni tuzish, imzolash va ular bilan bog'liq bo'lgan nizolarni hal qilish bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizni to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.